Barchaga salom o'rtoqlar. Bugungi darsimiz paramiksa viruslar oilasi hisoblanadi. Bu oilaga bir necha xil viruslar kiradi. Dastlab oila haqida umumiy tushunchalarga yuzlanib o'tamiz. Dastlab devordagi rangga e'tibor beradigan bo'lsak, shu to'q hamda qizg'ish ranglar bilan ifodalangan bu RNKli virus ekanligini va deraza tashqarisida oy hamda uni oldida gorizontal shakldagi bulut tasvirlangan. Bu orqali biz yana negativ sense RNK ekanligini yoki bo'lmasa RNK negativ sense ekanligini bilsak bo'ladi. Keyingi umumiy elementlardan yana biri esa yuqorida mana suv tushayotganligi, xuddi yomg'irlashtirish tizimidan va tomchilar ifodalangan. Bu orqali kasallik tarqalishi asosan havo tomchi yo'li orqali yuqishi ifodalangan. Keyingi elementda esa mana bu xuddi ruh kabi tasvirlangan mana bu elementlarda qo'lida xat tasvirlangan. Xat bu inglizchada envelope deyiladi, ya'ni envelope deyiladi. Envelope bu xat deb tarjima qilinadi, lekin bularni tashqi qavatda qobig'i borligi, envelope degani qobig'i bor deb tarjima qilinadi. Agar oldingi virusli kasalliklarda yoki mavzularda haykal bor edi, David Michelangelo haykali, bu naked DNA yoki naked yalang'och qobig'i yo'q deb hisoblardik. Endi dastlab aytganimizdek, bu oilaga o'zi 4 xil virus kiradi. Bularda mana birinchisi measles virusi yoki measles bu qizamiq hisoblanadi. Mumps bu tepki. Keyingisi RSV deyilgan respiratory syncytial virus hisoblanadi va to'rtinchisi parainfluenza virusi hisoblanadi. Dastlab biz mana bu measles haqida gaplashib o'tgan bo'lamiz yoki rubiola yoki o'zbekchada tarjima qilinadigan bo'lsak, o'sha biz bilgan qizamiq kasallik haqida gaplashib o'tamiz. Hop, e'tibor berayotgan bo'lsak, bizda shunaqa sichqonlar oilasi tasvirlangan, asosan qizamiqda va bulardan dastlabki bizga e'tiborimizni tortayotgan belgi mana bu erkak yoki katta sichqon tasvirlangan hamda uni egnidagi tugmalarda 4 ta C harfi borligi. Bu C harfi dastlab shu havo tomchi yo'li orqali qizamiq kasallikni yuqtirib olgan va kasallikning dastlabki 2 va 3 kunlarda bemorda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan belgilar. Bular nima ekan deydigan bo'lsak, misol uchun bittasi bu kaf, mana sichqonga e'tibor berayotgan bo'lsak, yo'talayotganligi ifodalangan. Keyingi C esa bizda koriza deyiladi, ya'ni burun oqishi. Yana bittasi esa kaf yo'talayotganligi, koriza burun oqayotganligi va keyingisida sichqonning ko'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, qizargan, bu konjunktivit belgisini ifodalayotganligi va oxirisida complex spotslar bo'lishi, ya'ni qayerda deydigan bo'lsak, complex spots dog'lari o'zi shunaqa mana idish yordamida tasvirlangan yoki ko'kish oq tusdagi og'izni shu lunch ichkari sohasi ikkinchi malyar tishlarimizni atrofida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan dog'lar, ya'ni bu shu qizamiqda o'ziga xos yana bir belgilari. Bundan tashqari bizda yana boshqa belgilar ham tasvirlangan. Misol uchun unda suvlar oqayotganligi, fever yoki isitma borligi orqali ifodalangan bo'lyapti. Endi kasallik shu dastlabki 2-3 kunlarda shu belgilarni yuzaga keltirib chiqarganidan keyin mana bu yonidagi ayol sichqonga e'tibor beradigan bo'lsak, uni ko'ylagi qip-qizil ifodalangan. Bu degani xuddi shunday qizamiqdagi toshmalarga sababchi bo'ladi. Ya'ni qizamiqda toshma toshadi. Va e'tiborimizni tortayotgan element buni yuqori bosh qismidagi toji va toshidagi toshlarni pastga tushib ketayotganligi ifodalangan. Bu orqali esa biz xuddiki boshqa video darslarda gaplashganimizdek, toshma yuqoridan pastga qarab toshadi yoki bo'lmasa umuman qizamiqda toshma dastlab quloq orqasidan pastga qarab toshib badanga toshmaga sababchi bo'lishi ifodalangan bo'lyapti.
Endi qizamiqda asoratlariga biz yuzlanib o'tadigan bo'lsak, bulardan birinchisi mana bu erkak sichqondagi bo'ynidagi quloqchin, xuddi o'pka tasviri yordamida ifodalangan bo'lyapti. Va aytiladiki, qizamiqdagi o'limga sababchi bo'luvchi eng ko'p asoratlardan biri bu shu aytganimizdek pnevmoniya hisoblanadi. Ikkinchi xuddi shunday asoratlardan biri hisoblanayotgan mana bu joydagi yozuvga e'tiborimizni tortadigan bo'lsak, Tales of Spence deb yozilgan. Mana bu joyda, ya'niki Spence hikoyalari degan tarjimani beradigan bo'lsak, shu yerda ikkita S hamda P harflari alohida oq rang bilan ifodalangan. Bu degani subacute sklerozing panensefalit hisoblangan, ya'ni bu degani sklerozlanuvchi o'tkir osti panensefalitga sababchi bo'layotganligi. Buni esa biz mana bu bola sichqonchadagi boshidagi salla yordamida biz ensefalitni ifodalayotgan edik. Mana bu oq chiziqlari borligi sklerozlanuvchi degan tarjimani bizga berayotgan bo'lyapti. Endi bu har bitta aytganimizdek kasallikni o'ziga xos endi virulent faktorlari bor. O'zi umuman paramiksa viruslar oilasida 3 xil virulent faktor bor hisoblanadi. Ulardan birinchisi gem-agglutinin, ikkinchisi bizda bo'layotgan edi neyroaminidaza va uchinchisi bo'lyapti F-protein. Gem-agglutinin hamda neyroaminidaza haqida oldingi darslarda gaplashgan edik. Xuddi shu joyda F-protein nima ish qiladi desak, fusion, ya'niki ikkita hujayralarni bir-biriga yopishtirib berish vazifasini bajaradi. Misol uchun shunga o'xshash hujayralarni bir-biriga yopishtirib berish vazifasini bajaradi. Biz bilgan shu qizamiqda xuddi shunday virulent faktorlardan ikkitasi bor. Ya'ni bulardan bittasi gem-agglutinin bor. Inflyuenzada ham gaplashdik. 8 oyoq eritrotsitlarni bir-biriga yopishtirayotganligi ifodalangan edi. Biz mana bu idish yordamida xuddi shuni bilsak bo'ladi. Ikkinchi virulent faktor esa aytganimizda yopishtiradi dedik. Bu mana bu kichkina sichqondagi qo'llarni bir-biriga yopishtirib olayotgani orqali ifodalangan. Endi va keyingi qismda mana bu joyda live puppet show deyilgan, ya'niki jonli xuddi shunaqa teatr tomoshasi ko'rsatilgan va oldingi video darslarimizda ham xuddi shu element bor edi. Bu orqali biz emlashni arni ifodalangan edik. Ya'ni M'da bittasi measles, bittasi mumps, keyingisi rubella, ya'ni qizamiq, tepki va qizilcha yordamida biz ifodalagan edik va o'sha darsda ham ma'lum ediki, mana homilador nimani haykalcha shpritsdan himoyalangan edi. Shuning uchun live, ya'ni tirik bo'lgan vaksinani, ya'ni MMR vaksinasini homiladorlarga berish mumkin emas deb hisoblagan edik. O'zi MMR degani biz emlash kalendarimizda ham bor, faqatgina biz ruscha variantda aytiladi, ya'ni KPK deyiladi, ya'ni krasnuxa, parotit hamda kor, ya'ni qizamiq, qizilcha va tepki infeksiyasiga qarshi, kasalliklarga qarshi vaksina bitta guruhda jamlangan hisoblanyapti. Keyingi kasallik esa mumps yoki bo'lmasa mana bundagi tepki hisoblanadi. Aytib o'tganimizdek, epizoddagi ikkinchi element bu mumps virusi hisoblanadi. Ya'ni o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, tepki. Ruscha variantlarda esa bu parotit hisoblanadi. Parotit. Va yuzlanadigan bo'lsak, mana o'sha mumyolangan element orqali ifodalangan bo'lyapti. Va bunda aytib o'tganimizdek, virulent faktorlarning uchalasi ham jamlangan, ya'ni mana 8 oyoqlar borligi, bu gem-agglutinin borligi, inflyuenza virusidagi kabi mana bu skalpel borligi, bu bizda neyroaminidaza virulent faktori va uchinchisi F-protein esa mana kichkina mumyolangan haykalda qo'lini bir-biriga yopishtirgan holatda ekanligi bizga tasvirlangan bo'lyapti. Endi mumps virusi asosan 4 xil holatga sababchi bo'ladi. Bulardan birinchisi dastlab mana bu
yuziga e'tibor beradigan bo'lsak, ishib ketganligi tasvirlangan. Bu orqali virus quloq oldi so'lak bezlarini shikastlagan hisobiga parotit, ya'ni xuddi shunaqa quloq oldi so'lak bez atrofida shishga sababchi bo'lishi ifodalangan. Keyingisida mana bu bo'yin sohasida xuddiki bo'yin rigidligi tasvirlangandek, mana bu orqali esa biz meningit yoki meningoensefalitga sababchi bo'lishi ifodalangan. Uchinchi holatga esa mana bu orxideya guli tasvirlangan. Bu orqali biz orxidni yoki bo'lmasam shu erkaklardagi tuxumdon, umuman urug'donni yoki moyaklarni yallig'lanishi orqali ifodalangan, keyinchalik shu bepushtlikka sababchi bo'lishi mumkin bo'lgan bitta holati. To'rtinchisi bu joyda rasmda ifodalanmagan, lekin bu adabiyotlarimizda bor. Bu oshqozon osti so'lak, oshqozon osti bezini umuman zararlanish hisoblangan, yallig'lanishi pankreatitga sababchi bo'layotganligi ifodalangan. Ya'ni mana bu davolash maqsadida, umuman oldini olish maqsadida ishlatilayotgan vaksinamizdagi ikkinchi M shunga daxldor, ya'ni mumps degani. Va bir element qolib ketibdi do'stlar. Mana bu qizamiqdagi, mana bu qalpoqdagi A harfi. Bu orqali o'zi qizamiqda asosiy davolash usuliga ma'lum bir spetsifik davo yo'q, faqatgina shu vitamin A uni bir qancha asoratlarni yoki bo'lmasam holatni yengillashtirish maqsadida ishlatiladi deyilgan edi. Uchinchi endi bizdagi element esa yoki kasallik esa bizdagi yosh bolalarda eng ko'p shu nafas yo'llari shikastlanishiga sababchi bo'layotgan yoki pnevmoniya number 1 cause hisoblangan respirator syncytial virus hisoblanyapti. Ya'niki bolalarda pnevmoniyaga sababchi bo'layotgan bitta virus hisoblanyapti. Ya'niki buni ham e'tibor berayotgan bo'lsak, fusion proteini bor deyilgan, ya'niki kichkina o'sha arvohchalar yopishtirish orqali bu ifodalangan bo'lyapti. Yuqish, yana bu nafas yo'li orqali yuqilyapti va buni o'ziga xosligi G proteinga bog'langan holati bizdagi nafas yo'llari epitelial hujayralarga yopishib oladi va aytganimizdek atipik pnevmoniyani number 1 cause hisoblanyapti. Bolalarda, umuman bemorlarda isitma, tahipnoya bo'lishi, taxikardiyaga sababchi bo'lishi va expiratory wheezing degan nafas chiqarayotgan paytda o'ziga xos tovush chiqarishi yoki bronxialitga va bronxiollarni yosh bolalarda nekrozga uchrashga sababchi bo'layotganligi ifodalangan. Kattalarda yengilroq o'tadi, shunchaki shamollash tarzida o'tib ketadi. Davolash maqsadida ribavirin virusga qarshi dori beriladi. Ikkinchi dori esa polivizumab deyilgan monoklonal antitana hisoblangan, ya'ni shu fusion proteinni bloklaydigan dori tasvirlangan. Endi xuddi shuni rasmda ifodalangan bo'lamiz. Ya'niki e'tibor berayotgan bo'lsak, mana bu rib o'zi qovurg'a deb tarjima qiladigan bo'lsak, bunga biz ribavirin dorisini eslaymiz. Ribavirin, ya'ni virusga qarshi bo'lgan dori. Ikkinchisi mana bu ikkinchi nimani arvoh bolachani e'tibor berayotgan bo'lsangiz, antitana tasvirlangan. Bu raqamda biz ikkinchi dorimiz polivizumabda bilsak bo'ladi. Va yana bir arvoh bolachani mana qo'lchalarida yopishib olganligi, bu bizdagi shu fusion proteingi borligi va shu ikkinchisida G harfini ushlab olgan G proteinlar yordamida bizni yuqori nafas yo'llarida yoki epitelial hujayralarga yopishib olishi tasvirlangan bo'lyapti va bularni mana ko'krak qismida traxeya hamda bronx tasvirlanganligi esa bizdagi shu pnevmoniyaga sababchi bo'layotganligi bildirib o'tilyapti. Va oxirgi paramiksa viruslar oilasidagi vakil hisoblangan bizdagi parainflyuenza virusi hisoblanyapti. Endi buni biz mana bu tashqaridagi elementlar yordamida ifodalasak bo'ladi. Ya'niki uni har uchala virulent faktori ham bor. Buni biz rasmda ham ko'ramiz. 3 ta borligi orqali ifodalaymiz. Bu ham boshqalar kabi nafas havo tomchi orqali respirator tarzda yuqib oladi va kasallik qanday holatlarga sababchi bo'ladi deydigan bo'lsak, bulardan bittasi seal-like bark cough deyilgan, xuddiki mana bu dengiz mushugi orqali ifodalangani kabi yo'talayotgan xuddi dengiz mushugi
o'xshab tovush chiqarishi, mana bu 3 ta bo'ri borligi, 3 ta virulent faktori borligi tasvirlangan bo'lyapti. Yana bir element esa mana bu uydagi mo'ri pastki qismi mana bunday to'rtburchak, yuqori qismi torayganligi ifodalangan. Bu orqali esa biz shu traxeyani ko'rganimizda shu rentgen tasvirida xuddi shunday torayma hosil qilganligi e'tiborimizni tortadi. Yana bitta belgilaridan biri inspirator stridori tasvirlangan. Bu xuddi haligi rasmdagi mana bu shamol yordamida tasvirlangan. Bu qanaqa holatga sababchi bo'lar ekan desak, nafas olayotgan paytda xuddi shunday hushtaksimon tovush chiqarishi, bundan tashqari yana xuddi shamollashgan belgilar, bronxialitlar, pnevmoniyaga sababchi bo'lishi va aytganimizdek, bolalar va kattalarda subglottal swelling seen on X-ray, ya'niki traxeyani yuqori qismlarida shunaqa rentgenda ko'rilganda torayma hosil qilayotganligi bizda tasvirlangan. Davolashda supportive deyilgan, ya'niki aniq bir davolash usuli yo'q, faqatgina ko'mak beruvchi dorilar yordamida kasallikni davolasak bo'ladi. Do'stlar, umumiy paramiksiya viruslar oilasiga biz aytganimizdek 4 xil kasalliklarda bular measles, mumps, respiratory syncytial virus hamda parainflyuenza hisoblandi. Measles bu aytganimizdek qizamiq, toshmak sababchi bo'lishi, 4S holatlarga sababchi bo'lishini aytib o'tib ketdik. Davolashda vitamin A berilishi qisman. Keyingisi mumpsda tepki yoki paratit hisoblandi. Uchinchi kasallikda respiratory syncytial virusda atipik pnevmoniyaning nomber 1 ko'zga sababchi hisoblandi va oxirida parainflyuenza virusi haqida gaplashdik. Bunda har uchala virulent faktori borligi, Silberg kaf yoki bo'lmasam shu dengiz mushugi kabi yo'talayotgan tovush chiqarishi, nafas olayotganda tovush chiqarishi, ya'ni hushtaksimon. Bundan tashqari o'sha traxeyani rentgenda ko'rilganda torayma hosil qilishi orqali biz o'rgandik. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar.